Assalomu alaykum muhtaram teletomoshabin do'stlar. Shunday qilib kelingki, tele shousining navbatdagi soni efirda. Yana bir bor eslatib o'tamiz. Avvalambor bugun ko'rsatuvimizni O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi Bahalla teleradio kanali orqali namoyish etilyapti. Bu endi ikkinchi ko'rsatuvimiz. O'ylaymizki, ko'rsatuvimiz mobaynida kelinkovlar hayotda bir-birlarini qanaqa topganlarini berib ko'rsatuvimizni aziz mehmoni bo'lishadi deb umid etamiz. Bugungi ko'rsatuvimizda biz ajoyib Türk oilalarini, Türk kelinkovlarini taklif etganmiz. Hammalar yaxshi bilasizlar, bizning mamlakatimizda 100 dan ortiq millat vakillari bir tan, bir jon bo'lib yashashadi. Bir-birlari bilan juda qadrdon. To'ylarimiz ham o'xshaydi. Bir-birlarimizni qiz uzatamiz, o'g'il uylantiramiz. Shu tariqada bugun mana ana shunday ajoyib oilalardan biz ikkitalarini taklif etganmiz. Hozir men chap tomonda birinchi oilalarni Murodjon hamda Sevdaxonlarni taklif etaman. Marhamat. Rahmat, o'tiringlar, rahmat. Endi esa yana ajoyib bir havas qiladigan turk oilasi o'ng tomonda mana kulib turishda qachon soat sharifi bizani taklif etadigan bo'lsa joyimizga borib o'tiramiz deb imkoniyatdan foydalangan holatda sizlarni rahmat, sizlarni mana ikkinchi oila Sulaymon hamda Saltanatxonlarni davramizga taklif etamiz. Marhamat. Ey yashaylar. Rahmat. Avvalambor Murodjon, taklif etilgan paytda yo'q demasa Sevdaxon kelganinglar uchun sizlarga minnatdorchilik izhor etamiz va o'z navbatida sizlarga ham yo'q demasdan kelganinglar uchun mana Sulaymon hamda Saltanatxonlarga o'z minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Endi sizlar bilasizlar, bu ko'rsatuvni ko'p bor ko'rgansizlar, hammasi tanish, chunki ko'pchilik teletomoshabinlarimiz ko'rsatuvimizni yaqindan boshqatdan boshlaydigan bo'lsak-da, aytishdiki shu tanishuvi albatta qolsin, mayli ichida nimalardir o'zgartirishinglar mumkin, lekin har bir kelinkovlarni hayotda bir-birlarini topganlari biz uchun nihoyatda qiziq debdi. Bu savol qoladi. O'sha uchun Murodjon, birinchi bo'lib murodimizga yetamiz deb sizga murojaat qiladigan bo'lsaydi, qani mana Sevdaxon ham qanaqa chiroyli kulib turibdilar. Ikkala kelin ham juda chiroyli kulib turadi. Sizlar ham kulib turadigan bo'lsanglar, ularga yaqinlashaverasizlar-da. Murodjon, Sevdaxonni qanaqa topgansiz? Mana bir-biringizga shuni ham yarashib turibsizlar. Hayotda bir-birlarini qanaqa topgansizlar? Marhamat. Sizni Oynajahonda ko'rib turganimizdan xursandmiz. Rahmat. Ko'rsatuv qaytgandan chin ko'ngildan xursandmiz. Tabriklaymiz. Mahalla kanalidan uzaltilyapti ko'rsatuv. Biz ham qatnashib turganimizdan mana xursandmiz. Yashaylar, rahmat. Qanaqa topdingizlar Sevdaxonni? Endi Soat aka kunlardan shu uyga qarab sekin kelyotdim. Darvozada ayam meni kutib oldi. Endi biz shu el xizmatida yurgan insonmiz. Oğlum keldimi? Keldim, yaxshimisiz? Nasılsın, iyi misin dedi. Iyiyim, sağ ol, gel. Sen herkesin toyuna gidiyorsun, kimseler veriyorsun, köçürüyorsun, tamam da mutlu ediyorsun. Bana ne zaman gelin getireceksin dedi. Endi menga qachon kelin olib kelasan? Aha. Olib kelamiz nasib qilsa mana. Mana shu uyda uylanamiz dedim. Qani ko'ramiz mayli dedi. Sekin uyga kirib bordim. Ha, ertaga dedim to'y bor dedim. O'zimizni, ustozimizni to'y dedi. O'sha to'yga boramiz. Ro'paramda ilk uchragan qizga Xudo xolasa sizga kelin qilib kelaman dedim. Nasib qilsa dedim. Shu ertasi kuni to'yga bordik. To'yga kirib boryapmiz. Kelin mashinasi, kelinlar, qizlar turibdi. Bolalar meni ajrab ketdi, qanaqadir bo'lib, men o'zim qolib ketdim o'rtada. Qizlar orasiga kirib qoldim. Shuni o'tib ketasan, bularni ko'rib qoldim. Keyin yana o'tib ketdik, to'yda o'tirdik. Keyin sekin qidirib boshladim. Ko'rgan qiz shu. Hali siz aytmoqchisizki, o'tib ketayotgan paytda bularga ko'z qirni tashlagansizda, demak o'tib ketgansizda gapira olmagansiz. Endi qidira boshladingiz. Bo'lsa qidiravering, qani marhamat. Qidirib boshladim. O'tirdim, sekin kuzatyapman, ko'zim tushib qoldi, topdim. Keyin qaram, assalomu alaykum. Sel aka, ro'paramizda o'tirgan qiz kim edi? Taniysizmi dedi. Qaysi? O'sha turgani. Ha, taniymiz. Ha, tinchlikmi uka? Shu aka yaxshi qiz ekan. Yoqtirib qoldim dedim. Nasib qilsa bir yordam berib olsalar, baxtli oilalardan bittasi bo'lib ketamiz dedim. Ha, mayli yur, yaqindan ko'rdik, yaqindan kuzatib bo'ldik. To'y ham o'tdi, to'y ham tugadi, bir rasm ola olmadim to'ydan. Qizning ismini so'rasam, Sevda deyishdi. Shu bilan uyga qaytib keldim. Ayam nima bo'ldi dedi.
katta va'dalar berib ketding, bir narsa bo'ldimi? Yangilik bormi dedi. Aha. Bor dedim. Bitta qizni ko'rdik, surishtirdik. Ismi Sevda ekan dedim. Xo'p, Sevda ko'p, rasmi bormi? Qayerdan ekan? Biz Sirdaryoda yashaymiz, bular Toshkentdan. Aha. Toshkentda yashar ekan dedim. Toshkentdan. O qanday bo'ladi? Toshkent bu Sirdaryo bir voha ajratadi bir xil paytlarda deyishadi. Kaya unaqa bo'lmaydi. Ko'ngil bo'lsa u turmushga chiqaveradi dedim. Nega unaqa deysiz? Men sizga o'sha qizni kelin qilib olib kelaman, qarab turing dedim. Yaxshi. Xullas, ertasi kuni yana to'yga bordik, akamni ushlab oldim. Aka menga yordam berasiz, topmasak bo'lmaydi dedim. Ha, qolib ketdi esdan. Keyin men turdim ertalab, kechqurun yotibman, internet sahifalarida qidirib boshladim. Qidirib boshladimda, keyin o'sha to'y lavhalari chiqqandan keyin, rasmlarni ko'rganimizdan keyin, rasmdan bularni ko'rib oldimda, mana topdim dedim. Mana shu qiz deb ko'rsatdim menga. Yaxshi qiz ekan, mayli deb. Ertasi kuni akamga aytdim. Aka, to'yda yordam bering, shu sekin nima qilaylik. Ularga aytayapti, borib aytishgan, xabar berishgan. Men internet sahifasidan do'stlik tashlayman, qabul qilmaydi. Keyin bir kun to'xta dedim, amakisi bilan to'yda bo'lib qoldik bular bilan. Ataylab rasmga tushib oldimda birgalikda. Sarvala keling bir rasmga tushaylik aka dedim siz bilan. Rasmga tushib olib borib, glavniga qo'yib qo'ydim. Ana endi ko'ramiz nima bo'lar ekan. Ha, endi men nazarimda siz o'ylavingiz shunaqangi bo'lganki, bularni qarindoshlari bilan rasmga tushganingizdan keyin ular ochadi o'sha telegrammani, nimani dedingiz-ku, ochadi degan fikrda bo'lgansizda. Albatta. To'g'rimi? Xo'p, davom eting. Qo'ydim, ana endi tomosha qilamiz, qani nima bo'lar ekan. Sevdaxon, hozir endi mana siz bo'shmas, hozir sizga qo'yib beradigan bo'lsa, bu Murod o'zini murodiga yetadi, sizni gapirtirmasdan ham uylanib olishi mumkin-da. O'sha uchun nima bo'ldi? Nima bo'ldi o'sha joyda? Qani sizga haligi bordi, Telegrammami, Instagrammami orqali? Men o'sha to'yda to'g'risini aytsam, amakimlarning to'yida ko'rmagan edim bularni. Amakimlar bilan keyin rasmga tushib qo'yganlaridan keyin ko'rdim-da internetda. Keyin nazar tashladim. Bo'lmasa 2 marta o'chirib tashladim. Kim bu deb. To'g'ri qilsiz, aha. Keyin oyimlarga ko'rsatdim. Oya dedim, "Men bu bola rosa druzya tashlayapti" dedim. Amakim bilan tushibdi. Kim ekan bu desam, oyimlarning xabarlari bor ekan-da, indamay yurgan ekanlar, so'rashdi. Hamma narsadan xabar bo'lgan, aha. Bilmem qizim al bir baksana deb aytdi oyimam. Keyin tushundimda, o'ylab qaradimda, keyin "Yo'q, olmayman" dedimda, yana o'chirib tashladim. To'g'ri qilsiz, aha. Keyin 3-marta yana tashlaganlarda keyin olib ko'rdim. Oyim aytdilar, bitta bola rosa surishtirib, nima qilib yuribdi dedilar. Keyin oldim, o'shanda salomlashib, o'sha gaplashdik. Men mamnaqa muzikant bola ekan dedilar. Aha. Keyin o'shanda tanishdik, birinchi marta yozishdik. Keyin ancha bir haftalardan keyin bir kun yana yozib qoldilar-da. Men o'rtog'im bilan aylangani ketayotdik-da. Keyin o'sha birdaniga ko'rishsak bo'lmaydimi deb aytdilar-da. Keyin oyimlarga aytsam, oyim ruxsat berdilar. Adamlarning ham xabarlari bo'lgan ekan, o'shaning uchun mayli o'rtog'ing oldingda-yu, borib birga ko'rishib kelsang bo'ladi deb ruxsat berdilar. O'shanda birinchi marta ko'rishuvdik. Yaxshi, mana birinchi marta uchrashuvga chiqayotganingiz uchun katta rahmat. Endi mana uchrashuvga chiqqansizlar, to'g'rimi? Bekorga bugun o'tirmaysizlar bo'lmasam. Nima bo'ldi, Murodjon? Nima dedim? Birinchi marta uchrashuvingiz oldin Instagrammi, Telegrammami, Atlaklassnikmi, nimalar dedingiz-ku? Shularda. Xo'p, qani? Keyin uyga borib, nima deysan deb aytdilar. Kim? Xo'p deysanmi, yo'q deysanmi deb. Uchrashuvdan oldinmi, keyinmi? Uchrashuvda aytdilar. Uyga borganingdan keyin so'rashsa, yoqdimi desa, nima deysan dedilar. Bular so'radimi? Ayting, so'rang bo'lmasam. Nima deysan? Nima deyman, yo'q deyman dedim-da, jimgina uyga ketdim. Ana, qo'y nima bo'ldi bu yo'q endi? Yaxshi bo'ldi. Yo, jimgina ketishibdi yo'q debsiz. Nima? Undan keyin nima qildingiz? Yana yozaman dedim. Yana qidiraman, yana yozaman. Javob bermasa, yana javob berdiramiz. Sening imkoni yo'q. Keyin shu bilan uydagilar so'rashdi, yaxshi bolami deb. Yoqdi dedim, yaxshi. Yoshlari, nimalari to'g'ri keldi, xarakterlari. Shu bilan uydagilar rozichilik berishdi, sovchilik kelishdi. Bo'pti. To'y qachon bo'ldi? Hech narsa qolmadimi aytadigan boshqa? Agar boshqa aytadigan hech narsa qolmaydi. O'zlari hali to'yni ham qilardi, menga qolmadi. Shu 11 yil o'tib ketibdi, bilmay qolibmiz-da. 11 yil o'tib ketibdi. 11 yil bo'ldi to'y bo'lgan. Xo'p, to'y qachon bo'ldi? 2016-yil 17-aprelda bo'ldi.
Bugün seni uzatamiz, uzatamiz. Yig'lama qiz, yig'lama qiz, yig'lama qiz. O'zga uyga kuzatamiz, kuzatamiz. Yig'lama qiz, yig'lama qiz, yig'lama qiz, yig'lama qiz. Hozir qanaqasizlar endi? Baxtiyormisizlar bir-birlarini topganinglardan hayotda? Baxtlimiz. Juda baxtli 3 ta oilalardan farzandimiz bor, soatiga 3-marta sizni ko'rib turibmiz. Har farzandda bir marta mehmon bo'lamiz. Ko'rsatuvda oldingizda chiqqanmisizlar? Chiqqanmiz sizda. Bo'lmasa 4-farzand bo'ladigan bo'lsa 4-ko'rsatuv. Xudo xolasa. Unda boshqa nimada chiqadi? Hali bizga niyatimiz bor-da, mana shu kelinko ko'rsatuvni davom ettiradigan bo'lganimizdan keyin mahalla telerada kanalida hali biz kelinkovlar bilan bir qatorda turli millatlarning urf-odatlarini qilmoqchimiz. O'shanda kelasizlar, unda 4-ko'rsatuv bo'ladi-da. Bo'pti, bo'lmasa sizlar mana tanishib oldinglar, bo'ldi, to'ylar ham bo'ldi. Endi bemalol sizlar o'zaro gaplashib o'tiringlar-da. Endi sizlarning to'ylar bugunga qadar mana bu kelinkovlar zekib ketdi. Qachon bizning to'yimiz bo'ladi debdi. Endi mana o'ng tomondagi kulib turgan kelinkovlarga yuzlanamiz. Hali aytganimizdek kelinimiz Saltanatxon, kuyovimiz Sulaymonjon. Sulaymonjon, saltanatni qanaqa topgansiz? Qani marhamat. Avvalambor assalomu alaykum Samad aka, rahmat shu studiyaga, shu mahallamizga taklif qilganingizga rahmat deymiz. Men o paytlari Turkiyada ishlardim. 2012-yilida, как раз yoz oyida. Как раз o'sha payti Odnoklassnikda o'tirardim. Onam keyin menga Odnoklassnikda yozdi. O'g'lim yaxshimisan? Ishlaring yaxshimi dedim. Ona yaxshimi? Yaxshimi bo'ladi dedim. Keyin menga senga bitta rasm tashab qo'ydim dedi. Bo'ldi dedim. Kim ekan desam, bir qarab ko'rdim. Keyin rasmdan qarasam, shu saltanat rasmini tashabdi. Kim bo'ladi desam, shu senga kelin topib qo'ydim. Nima deysan, ma'qulmi dedim. Keyin onamga aytdim. Ona agar mayli dedim, agar kelin yaxshi ekan dedim. Oilasi kimdan desam, oilasi bizga qarindosh bo'ladi dedi. Mana dedi, xolamni nevarasi bo'ladi dedi. Nima deysan, boraylikmi sovchilikka dedi. Ha, mayli boringlar dedim. Rozilik bo'ladigan bo'lsa dedim. Agar Alloh yetkazgan bo'lsa, Xudo xolasa to'yi boshlab qo'yamiz. Onam bilan birinchi kun borishgan, saltanatni ko'rishgan, oilalari bilan tanishgan. Keyin yana rasmni tashashdi. Mana dedi, yana nima deysan dedi. Men dedim, mayli dedim, agar yetkazgan bo'lsa, Xudo xolasa to'y bo'ladigan bo'lsa, mayli menga yoqdi dedim. Shu qizga uylanaman dedi. Bo'pti dedi. Keyin onam cho'zib o'tirmagan ekan. Ikkinchi marta keldik, mana biz shunaqanida shu qizingiz bizga yoqdi, o'g'limga ham yoqdi. Shu to'yi boshlab qo'ydik. Nima deysizlar deb so'raganda, Xudo rahmatli dodasi aytgan ekan, men bu oilani yaxshi taniyman degan ekan, men roziligini beraman degan ekan. Saltanat nevaram bitta o'zi degan ekan, mayli bu oilani yaxshi taniyman deb bergan ekan. O'zlari Buxoroda turadi. Qaynatam o'zlari uzum bilan shug'ullanadi. O'shanga mana Buxoroning qayerida? Buxoroni 8-salxoz degan joyda turadi buxoroliklar. Qaysi tumanda ekan kelin? Galasiyat. Galasiyatda, ha, Galasiyat. Bo'pti. Bo'lmasa sizlar to'yga tayyorgarlik ko'rib turaveringlar. Hozir agar to'yga tayyorgarlik qilib turguningizga qadar sizga esidan chiqaraman shekilli, biz kelin ko'rsatamiz, kelin-kuyov bo'lganligi uchun kelin ham gapirishlari kerak edi. Saltanatxon, bu voqealardan sizning xabaringiz bormi? Qani gapiringchi. Assalomu alaykum avvalambor. Xabarim bor edi, aytishdi. Shunaqa sovchi keldi, Sulaymon degan boladan deb oyim aytgandilar. Men boshida norozilik bildirdim. Chunki o'qishga tayyorgarlik ko'ryotgandim. Keyin qizim bir ko'raylik, yaxshi oilaga o'xshayapti. O'zlari Turkiyada edilar-da. Keyin kuzga yaqin keldilar. Oyimni gapini aniq qilmadim. Keyin ko'rishdik, o'shanda keldilar. Uchrashuvga chiqdik. Qarasam yaxshi, xarakterlari mos, to'g'ri keldi o'zimga ham. Uchrashuvda nima sizni ham qiziqtirgan qanaqadir savollar bo'ldimi? Bularga nimadir savol berdingizmi?
Ha, berdim. Nima savol berdingiz? Shu nima ish qilgansiz? Qayerda ishlagansiz? O'qiganmisiz? Nimalar qilib yurgansiz shu paytgacha, shu yoshgacha deb berganman. Xo'p, kelindan nimadir so'raldimi? Kelindan so'radim, qayerda o'qiysan dedi. Aytdi, men kollejda o'qiyman dedi. 2-kursman dedi. 1 yilim qoldi. Keyin dedi, kollejni bitirgandan keyin institutga o'qimoqchi bo'ldim. Boshda bir anaqa qildim, keyin rashk qilish boshladim. Dedim, endi institutda dedim, balki o'ylab ko'raman dedim, lekin bu o'zi orzulari bor ekan. Kollejni bitirgandan keyin institutda o'qiyman dedi. To'g'risini aytsam, sal rashk qildim. Men dedim, o'ylab ko'raman. Tushunmadim. Institutdan rashk qildingizmi? Yo'q, o'sha institutga kiradiganda rashk qildim. Xo'p. O'zim institutimizda o'qiysiz degan. O'zim institutimni tugatasan degansiz. Aytgan, o'zimiz institutda o'qib. Shu mana 13 yil oila qurdik, 2 o'g'limiz bo'ldi. Katta o'g'limiz ismi Yunus, kichkina o'g'limiz ismi Ali. Shu 13 yildan beri yashamiz, Allohga shukr, baxtli oilalardan bittasidan bo'lib turibmiz. O'zi Sulaymonjon, nima kelin sizlar bir-biringlarni hayotda to'g'ri topganinglardan mamnunmisizlar? Ha, mamnunmiz. Kelin siz? Ha, albatta mamnunman. Xo'p, qani sizlarchi mana shularga savolni beraman deb esimdan chiqibdi. Sevdaxon, siz o'z murodingizga yetgansiz. Tushunib turibman. Qani Murodjon, siz bir-biringlarni hayotda to'g'ri topganinglardan Soat aka, siz ham xursandmisizlar? sevdangizga yetganmisiz deydi. Sevgi degan so'zni Nimani? Sevda ismi sevgi degan ma'noni bildiradi turkchada. Oho, nima deyishim kerak edi? O'z sevgingizga yetdingizmi degan ma'noni. Xo'p, Murodjon, o'z sevgingizga yetdingizmi? 100% aminmanki yetganman. Rahmat. Yashaylar. Bo'lmasa avvalambor bir-biringlarni hayotda to'g'ri topganinglar, shu bilan bir qatorda bir-biringlarni to'g'ri tushunib, shu qadar hamma havas qiladigan ajoyib oila bo'lib kelganinglar va bundan keyin ham kelayotganinglar uchun, bundan keyin davom ettirishinglar uchun sizlarga o'z minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Shunday qilib, muhtaram teletomoshabin do'stlar, Kelinkov teleshowsini navbatdagi sonini tomosha qilyapsiz. Yana bir bor aytib o'tamiz, bu mahalla teleradio kanali orqali namoyish etilyapti. Endi mana hayotda bir-birlarini qani topganinglardan keyin biz yaxshi bitta ajoyib qo'shiq eshitamiz. Demak, mana turk kuyovimiz Murodjonni ajoyib qo'shiqchilik qobiliyatlari bor. Hozir ajoyib bitta qo'shiq ijro etib beradilar. Bir kız gördüm karalı, bir kız gördüm karalı. Sordum aslı nereli, sordum aslı nereli Leyfado. O günlerle bugüne, o günlerle bugüne. Kardeş gönlüm yaralı, kardeş gönlüm yaralı Leyfado. Fadile kız Fadile, Fadile ley Fadile. Derdiden düştüm bile, aşkıdan çektim çile Leyfado. Fadile kız Fadile, Fadile ley Fadile. Derdiden düştüm bile, aşkıdan çektim çile Leyfado. Aparın beni yara, düşmüşem akuzara. Aparın beni yara, düşmüşem akuzara. Koy bir gün yüzü görün, çeksinler beni dara. Koy bir gün yüzü görün, çeksinler beni dara. Fadile kız Fadile, Fadile ley Fadile. Derdiden düştüm bile, aşkıdan çektim çile Leyfado. Fadile kız Fadile, Fadile ley Fadile. Derdiden düştüm bile, aşkıdan çektim çile Leyfado.
Derdiden düştüm bile Aşkıdan çektim çile Ey Fado Sizlarga yana bitta savol. U agar esingizda bo'lsa, men sizlar hayotda bir-biringlarni to'g'ri topganingizdan mamnunmisizlar dedim-ku. Ajoyib javob eshitdim. Endi baribir o'zbek millati bo'ladimi, turk millati bo'ladimi, boshqa millatlar bo'ladimi? O'sha oilalarda vaqt kelib kim aybdor bo'ladi, kim sababchi bo'ladi bilmayman, lekin mana shu ajralishlar bo'lib turadi-da. Arzimagan narsa orqali-da. O'sha uchun mana shu ajralishlarga sizlarni o'zinglar, mana sizlarga o'xshab qanaqa oila qurishsa bo'ladi. Oila qurishsa bo'ladi, uni bilmayman. Endi aytdimmi yo'qmi, faqat kelin-kuyovlarni o'zi uchrashadi deb. Aytmadimmi uni? Kelin-kuyovlar uchrashuvga chiqadi-da, bir marta, ikki marta ko'rishgandan keyin bir-biriga ma'qul bo'ladi, to'y bo'ladi. Hatto to'yda ota-onalar quda tomon osh berganda bir-biri bilan tanishadi. Qudangiz bilan tanishing deydi. Ehtimol undan oldin kelin kuyovlar bir-biriga ma'qul bo'lgandan keyin kuyov tomon kelin tomonga borib oilasi bilan tanishish kerakdir. Uni masalan or-nomus deb aytiladigan bo'lsa, uni kimligini kelganlar bilmaydi-yu. Borib tanishib, nechta akasi, nechta ukasi domda turadimi, hovlida turadimi, yo kelin tomon kuyov tomonga borib ularni bilish kerak, kuyov tomon kelin tomonga borib haqiqatan bir-birlarini bilib keyin oila qurishsa, bu ajralishlar kamroq bo'larmi degan niyatda o'ylag'im bordi. Sizlar nima deysizlar ajralishlarga munosabatinglar? Avvalambor oilada to'g'ri har xil vaziyat bo'ladi, masalan, erkakda, ayol tarafda sabr qilib yashash kerak bo'ladi. Chunki bir-birini tushunib, chunki oila qurish bu oson narsa emas. Shuncha ota-ona roziligi bilan hamma narsani baribir odam sabr qilib yashash kerak. Masalan, ayoliga ham, masalan, erkagiga ham baribir qo'yib berish kerak. Chunki ikkita tarafda ham baribir xatochilik bo'ladi. Mana 13 yildan beri yashagan bo'lsam, har xil vaziyat bo'lgan bo'lsa, lekin Allohga shukr, baxtli oila bo'lib yashab turibmiz, sabr qilib o'shanga yetilishini so'rayman deb o'ylayman. Rahmat. Saltanatxon, siz nima deysiz? Meni ham fikrim shu, sabr qilib, baribir ayol kishi erkakdan bir pog'ona past bo'lib, baribir oilani ayol kishi ham yo'natadi-yu, sabr qilib, joy-joyiga qo'yib, menimcha ayol kishini qo'lida bo'lsa kerak deb o'ylayman. Birinchi navbatda sabrli bo'lish kerak. Yashang. Yashang. Rahmat. Qani Murodjon? Endi bu ajrimlarga keladigan bo'lsak, Soat aka xalq orasida ba'zan eshitamiz, ya'ni kelinlar juda shoshqaloq bo'lib ketyapti. Erkakni erkak o'rnidan ko'rmayapti. Shunaqa nimalar juda eshityapmiz. Shunaqa voqealar bo'lyapti jamiyatimiz orasida. Biz qizlarimizdan iltimos qilib so'rardik, avvalambor va kelinimiz ham nima qildi? Bir pog'ona har bir zamonimizda deymizmi, pog'ona pastda tursa, hech kamaymaydi ham, ortiqcha so'z ham bo'lmaydi. Baxtli bo'lib yashaydi. Ishonaman. Ham desa mana nima deymiz, telefonlar deymizmi? Shu telefondan sal uzoqroq turib, bir-biriga vaqt ajratsa, balkim yana ham yaxshiroq bo'ladi. Yashang. Rahmat. Qani Sevdaxon, siz nima deysiz? Oilada masalan kelishmovchilik chiqqanda jahl ustida bir-biriga og'ir gapirmaslikni so'rayman ko'plardan. Xudoga shukr, bizda unaqa janjal bo'lmagan, bo'lmasin ham. Jahl ustida ko'pincha bir-birini xafa qilishadi. Ko'pincha eshitaman, shu jahldan kelib chiqadi. O'sha paytda o'zini ushlashni bilish kerak deb o'ylayman. Yashang. Rahmat. Rahmat. Muhtaram izleyiciler, shunday qilib kelin-kuyov teleshowsini tomosha qilyapsiz. O'ylaymizki, bugun ko'rsatuvimiz mobaynida sizga kelin-kuyovlar nihoyatda o'zlarining chiqishlari bilan yoqib, eng yaqin niyatlarini izhor etishdi va yetishadi. Endi ko'rsatuvimiz o'rtalarida kelin-kuyov bilan suhbatdan so'ng ajoyib bir san'atkorlarni mikrofon oldiga taklif etamiz yoki studiyamizga taklif etamiz. Bugun sizlar yaxshi taniydigan, hammanglar qadrlaydigan, ayniqsa ayollarimiz nihoyatda yaxshi ko'radigan, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ilhomjon Farmonov davramizga tashrif buyurganlar. Taklif uchun, taklifga yo'q demas
demasdan kelganingiz uchun katta rahmat. Sizni ko'rsa ilhomim kelib ketaveradi-da. O'sha uchun marhamat, hozir ajoyib bitta qo'shiq ijro etib beradigan bo'lsangiz, men siz bilan gaplashganda oila haqida qo'shiqda. O'sha uchun bir narsa demoqchisiz, menimcha. Ha, albatta. Avvalambor assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Bugun mana shu chiroyli kelin-kuyov shovini biz oilamiz bilan o'zi yaxshi ko'rib, har doim tomosha qilardik. Ozgina To'xtalishlar bo'ldi. to'xtalish bo'ldi. Undan keyin mana yana davom etibdi. Juda ham xursandman. Rahmat. Albatta bu kelin-kuyov shovini o'sha har bir oilaga o'zini chiroyli, ibratli oilalarni chiqishi, ularni chiroyli hayotdagi tutgan yo'llarini eshitib, ko'rib, hammaga bir nima deydi, samimiy shunaqa bir hayotiy ko'rsatuv. Biz har doim oilamiz bilan, ayniqsa onajonlarimiz juda shunaqa bir intiqlik bilan kutishadi. Juda ham xursand bo'lishadi. Mana men ko'rsatuvga kelgan bo'lsam, borib hali onamlarga yetsam, yana ham xursand bo'lib, Rahmat. Xudo xolasa birgalikda ko'ramiz. Iloyim, mana shu chiroyli ko'rsatuv juda ko'p yillarda mana o'zi muxlislari ko'p, yana muxlislari ko'p bo'lib, shu baxtli oilalarimiz ko'p bo'lsin. Shunaqa chiroyli, ibratli, shunaqa bir tarbiyaviy ko'rsatuvlarimiz ko'p bo'lsin. Oilalarimiz tinch bo'lib, shunaqa chiroyli ko'rsatuvlarda har doim ustoz siz bilan diydorlashib yurish nasib qilsin. Rahmat Ilhomjon. Avvalambor kelganingiz uchun rahmat. Imkoniyatdan foydalangan holatda bitta narsani aytib qo'ydi. Ko'pchilik san'atkorlarni siz ham taniysiz, men ham taniyman. Lekin sizda shunaqangi bir samimiylik bor-da. O'zi yuzingizda samimiylik bor, fayz bor. Ko'pchilik san'atkorlarga telefon qilsak, administratorman, menga ayting nima gapingiz deydi-da. Sizda shunaqangi bir ajoyib odat borki, telefonda o'zingiz olasiz. Nimaga javob bo'ladigan bo'lsa, o'zingiz javobini berasiz. Mana shu oddiyligi, samimiyligingiz uchun rahmat. Endi kelin-kuyovdan chiqib ketmagan holatda kelin-kuyov teleshosini hozir hayotda bir-birlariga qanaqa topganlarini gapirib berishdi. Bugun bunaqa chiroyli, havas qiladigan baxtli oilalarni ko'rgandan keyin oila haqida qo'shiq ijro etgim keldi. Ustoz ruxsat. Juda ham zo'r, juda zo'r. Maza qilib eshitamiz. Qo'shilib qanaqa hammanglar raqsga tush kerak bo'lsa, raqsga tushasizlar hammanglar. Ilhomjon, aytaman sizga yana bor ilhom tilayman. Katta rahmat. Salomat bo'ling. Bo'pti. Oila bir muqaddas dargoh, bu biz uchun mustahkam ustun. Balki buni sezmaymiz nogoh, unda bo'lar
muqaddas muqaddas qadriga yetaylik har nafas oila muqaddas muqaddas baxtli oilaga qilarlar havas oila muqaddas muqaddas qadriga yetaylik har nafas oila muqaddas muqaddas baxtli oilaga qilarlar havas ilhomjon, muhtaram teletomoshabin do'stlar, hozir so'zini eshitdinglar. Qo'shig'i zo'r, so'zi undan ham zo'r. Oila muqaddas, muqaddas oilaga qilarlar havas. Rahmat. Ustoz, men bir narsadan xursand bo'ldim. Bugun mana Murodjon do'stimiz turk millatida mana juda bir chiroyli havas qiladigan o'zlarini san'atlari bor. Juda ko'p bayramlarda, tadbirlarda doimo ko'rishib yuramiz. Bu Murod abini san'atlari çok go'zal. Hali ilhomjon, hali ham aytib turishdi. Ilhom Farmonov keladi desam, ilhom akam kelib hozir bizga ko'rib hayron qolarlar dedi. Kutilmagan surpriz bo'ldi ustoz. Hammasi uchun rahmat, hammasi munosabat, muomala uchun. O'rtalar, ko'p gapirishimiz mumkin, lekin aytaylik, oila muqaddas. Oilani asrang. Bu oila judayam muqaddas. Shu uchun mazza qilib o'ynadik, mazza qilib ijro etishdi. Oilani albatta asrang. Oddiygina, oddiy oilani asrang. Bu hammani qo'lidan keladi. Keling-ku teleshousi davom etadi. Muhtaram teletomoshabinlar, shunday qilib siz Keling-ku teleshousini tomosha qilyapsiz. Yana bir bor eslatib o'tamiz, bu ko'rsatuv mahalla teleradio kanali orqali namoyish etilyapti. Endi demak biz Murodjondan yana bitta qo'shiq eshitamiz. Qanaqa edi qo'shiq? Qo'shig'i nomi nima edi? Halay cheking. Halay cheking. Halay cheking. Qani yetdik. Eyvallah diyeyim, halay çekin göreyim. Mendil sallansın elden, düğün vardır bu elde. Halayı güzel çeken bizim
Muhtaram do'stlar, ko'rsatuvimiz davom etadi. Endi keling-ku teleshousi nihoyasiga yetdik deb qoldi. Hozir men sizlardan uzr so'ragan holatda albatta uzrimni qabul qilasizlar degan umiddaman. Aytmoqchimanki, bu ko'rsatuvning muallifi ham boshlovchisi tariqasida hozir bitta sizlarga keling-kuyov haqida qo'shiq aytmoqchiman. O'zi muallif bo'lib, boshlovchi bo'lib, yana qo'shiqda ham aytadimi, o'zini yaxshi ko'rar ekan, ko'proq ekranda bo'lishni xohlar ekan deb o'ylamanglar, iltimos. Chunki keling-kuyovga bag'ishlangan ko'rsatuv bo'lganligi uchun bu so'ziga ham e'tibor beringlar. Juda chiroyli so'zi. Kelin-kuyovlarga, yoshlarga, qudalarga tegishli. Hozir men qo'shiqda aytaman, birgalikda men kelin bor deganda sizlar ko'rsatasizlar, kuyov bor deganda qizlar hammanglar qo'shilib birgalikda. Katta! Qiz topilsa kuyov tomon sovchi bo'lib boradi. Sovchilarga kelin tomon hali erta deyadi. 3-4 marta borgandan so'ng axir rozi bo'ladi. Kelin kuyov davrasida o'yin kulgi bo'ladi. Kelin bor, kuyov bor. Qarang ular cho'q go'zal, ikkisi go'yo asal. Qarang ular cho'q go'zal, ikkisi go'yo asal. Tabriklaymiz, to'ylar muborak bo'lsin. Yaxshi quda andachilik umrbod boqiy bo'lsin. Niyat qiling nevaralar qo'sha tug'ilsin. To'ylarda bosh bo'lish sizlarga nasib qilsin. Kelin bor, kuyov bor. Qarang ular cho'q go'zal, ikkisi go'yo asal. Qarang ular cho'q go'zal, ikkisi go'yo asal. Go'zal qizlar, turmush qurish oson emas. Bir-biringiz to'g'ri tanlash juda qiyin ish emas. Duoling kattalardan bir-biringiz hurmat qiling. Sizdan ko'rib qolgan yoshlar o'rnak olsa jatmas. Kelin bor, kuyov bor. Qarang ular cho'q go'zal, ikkisi go'yo asal. Qarang ular cho'q go'zal, ikkisi go'yo asal. Ikkisi go'yo asal. Yaşaylar, rahmat. Demak, muhtaram do'stlar, ko'rsatuvimiz davom etadi. Demak, siz keling-kuyov teleshowsini tomosha qilyapsiz. O'ylaymizki, albatta sizlarni zeriktiramiz va zeriktirmaslikka harakat qilamiz degan umiddamiz. Shu tariqada ko'rsatuvimiz birgalikda davom etadi. Endi hozir men halidan bu yoqqa yurib, bir turk keling-kuyovlarimiz Sevdaxonni oldida turgan bitta narsaga e'tibor bermayapman va so'rayman ham dedim. Soat aka, bu bizani natsionalniy an'anaviy do'ppalarimizdan. Aha. Milliy do'ppalarimiz kelinlar boshiga taqib chiqadi. Yangi kelinligida где-то bir hafta, bir oygacha taqishadi. Demak, u hali men bekorga aytmagan ekanman deb. Millatlarni urf odatlari o'shanda, demak, bunda hali yana uchrashamiz. Xo'p, ikkinchisi bu hammasi ko'ylagiga moslab yasaladi. Bir hafta, bir oy deganda yangi kelinligini bildirib, shu do'ppilarni taqib yurishadi bizda. Hali tushunarli. Hali bizda o'zbek qizlarida shunaqa bo'lardi. Hozir kiyishadimi, yo'qmi bilmayman. Kelin bo'lgandan keyin atlas ko'ylaklar lozim deb tilla qoshlari bo'ladi. Tilla qoshlar bilan yurardi-da. Keyingi paytlarda uni ko'rmaganimga mancha bo'ldi. Men o'ylaymanki, albatta sizlarni bu voqealardan keyin ko'rsatuvda ular ham atlas ko'ylaklar lozimlar bilan chiqishadi degan umiddaman. Rahmat. Endi oxirgisi kelin-kuyovlar raqsi. Zrosi so'rayingizlar, o'zi 1 daqiqayi 25 soniya davom etadi. Katta!
Muhterem dostlar, shunday qilib keling ketayotgan shousining bugungi sonini qo'yasiga yetdi. Ko'rsatuvimizni tugallar ekanmiz. Bugungi mana turk oilalarga, turk kelin-kuyovlarga Murodjon, Sevdaxon, Sulaymonjon, Saltanatxon, sizlarga o'z minnatdorchiligimizni izhor etamiz ko'rsatuvda faol ishtirok etganinglar uchun va bundan keyin ham biz turli millatlarni ko'rsatuvimizga chaqirib, ular bilan ko'rsatuvlarni davom ettiramiz degan umiddamiz. Demak, ko'rsatuvni tomosha qilib turganinglar uchun sizlarga katta rahmat. O'ylaymizki, ko'rsatuvimiz haqidagi fikr va mulohazalarni bizga yozib yuborasiz, biz ulardan unumli foydalanamiz degan umiddamiz. Yana efirda uchrashguncha xayr, salomat bo'linglar. O'ylaymizki, bugun ko'rsatuvimiz momentida taklif etilgan kelin-kuyovlar hayotda bir-birlarini qanaqa topganlarini gapirib berib, Keyin bitta tojikcha qo'shiq bilasizmi desam, endi tojikchani bilaman deganday qildilar. kechirasiz. Bilasizmi tojikchani bilasizmi desalar, medanam dedilarmi yo namedanam dedilar. ای عشق رو افسون شیدا و ناپیدا ما هم گرفتاریم در بید این سودا. Uzr so'raman, men sizni yaxshi ko'raman dedim. Yo'q. Ha. मेरा जूता है जापानी ये पगलूम इंग्लिस्तानी सर पे ना तो पेरूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी Keyingi ko'rsatuvda kimlar chiqadi deyishsa, Sanjarda esa o deyishdi. Konsertdan kelayotgan paytim menga tegansizmi dedim. Hayotda tegmayman dedi. Sanjar aka bugun bu qiz bilan yursalar, ertasiga bunga sevgisi qoqiladigan odatlari bor edi. Azabni qilmang tarang go'zallik gulga qarang atrof go'zal qarang rang barang tog'da bordir dachalar o'zimiz bachalar keling do'stlar mazza qilamiz. Nimaga aralashmayman dedim. Oladigan qizim u dedim. Bu yolg'on edi. Farzandlarim gulim erkam yashayapmiz bo'lib bekam qancha suysak ham shuncha kam kelmaydi hech malolim. Erta yurkiz to'y hashamda shiroqda yursam o'shanda yo'llarimga sor intizor uyda kutar ayolim.